tayyor uy-joyga To'ppa-to'g'ri, nega kelin yangi uyga keladi, hamma narsa tayyor, sharoitli joylar. U ma'noda aytmadim, masalan, qullik qilish kerak. Menimcha sizlar ham o'g'linglarni har xil haromdan himoyalash uchun Hozir bular qaynona pozitsiyasidalar. O'shuning uchun ham shunaqa fikrlayaptilar. Chunki oldilarida o'g'illari bor. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Qadrli kuzatuvchilarim, mana kimlardir xabardor bo'lgandir. Trendga chiqib ketdim. Kelinlar xizmat qiladi-da, qaynotasini degan gapim yoshlarga yoqmay ketdi. U ma'noda aytmadim, masalan, qullik qilish kerak. Ota-onasinikida uy yo'qligidan kelgan degan ma'noda aytmadim. Baxtli yashash uchun sharoit yaratib bergan ota-onani shu bir piyola choy, bir choyni choy, bir kosa ovqat bilan siylasa bo'ladi-ku degan ma'noda aytuvdim-da. Unaqa chuqurlashishini o'ylamagan ekanman. Qizlarimiz, asal qizlarimiz, bar bilmasam edi, o'zbek ota-onalar borgan edi ish qilib. o'sha internetda shov bo'layotgan intervyuga men o'zimni fikrimni, shaxsiy fikrimni bildirib ketmoqchiman. Hurmatli qaynona oyijonlar, qizlar ota uyiga sig'magani uchun yoki och qolib ketayotgani uchun turmushga chiqilmaydi. Bu fakt. Mabodo bilmasanglar bilib qo'yinglar. Menimcha sizlar ham o'g'linglarni har xil haromdan himoyalash uchun, halolidan farzandli bo'lishi uchun, kelajakda nomi qolishi uchun uylantirasizlar. Bizda kattalarni hurmat qilish, kichiklarni izzat qilish qon-qonimizga singib ketgan. Xuddi sizlar aytganinglardek, mehnat odamni o'ldirmaydi. O'sha osh-ovqat qilish, uylarni tozalash, yig'ishtirish kundalik ishlar. O'sha ishlarni kelinlar shundoq ham qiladi. Kelinayotganda xonalarni bo'shatib qo'yadi-yu, kelin to'ldiradi. Undan keyin nima bo'ladi? Bu uy-joylarni men qilganman deb karkar qilish boshlanadi. Agar Allohim o'sha uy-joylarni mana peshonaga yozib qo'ymagan bo'lganda, nasib qilmagan bo'lganda, qaynona oyijonlar o'sha uy-joy bitta g'ishini ham ola olmagan bo'lardinglar. O'sha uy-joylar qachon kelinniki bo'ladi? Qachonki mehnatini qilish kerak bo'lganda. Lekin propiskaga qo'yish kerak bo'lsa, ayrim qaynona oyijonlar yillab propiskaga qo'ymas ekan. Nimaga? O'sha kelin kamida 18 yil ota-onasini bag'rida yashaydi. Umuman boshqa sharoit, uyidagi obstanovka umuman boshqachada, kelin bo'lib tushayotgan joyi umuman boshqa. O'sha kelin kelgandan keyin onasi tarbiya bermagan, onasi o'rgatmagan, hammani kelin, meniki deyishdan oldin, voy bolam, sizda moshxo'rdaga kartoshka, sabzi ham qo'shilardi. Sizlarda qo'shilmasa kerak-da. Keyingi safar shuni mastaviga to'raganda mayda qilib to'rab qo'shib yuboring, bolam. Siz shunaqasini yaxshi ko'ramiz-da, deng. O'g'lam Guliston, qaynona oyijonlar bir og'iz bolam desin, kelinlar jonini berib yuboradi, jonini. O'sha siz qiynalib tuqqan o'g'lingiz ham, voy xotin, yaxshi ham san borsan, yaxshi ham Allohim seni menga nasib qilibdi. Peshonam buncha ham yarqiragan, yaxshi ham borsan desin. Kelininglarni oyog'ini tegidan o't chaqnaydi-ku, o't to'xtatib bo'lmaydi. Yelib, yugurib, tinmay xizmat qiladi. Lekin o'sha sizlar minnat qilib yediradigan oshinglar hech qachon hazm bo'lmaydi. Mashta tiqilib turadi. Bir umrga. O'shaning uchun ham kelinlar alohida yashashni xohlashyapti. Kvartirada qiyinchilikda yashasa ham xotirjamgina osh-ovqatini yeydi. Xotirjamgina uxlab turadi. Undan ko'ra niyat qilaylik, sog'-salomat bo'lib, qariganda ham yelib, yugurib, o'zimizni, erimizni, o'zimizni xizmatini qilaylik. O'zimizga ham o'zimiz xizmat ko'rsataylik. Oyoq qo'llarimiz butun bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin, maza qilib, yelib, yugurib, kuch-quvvatga to'lib o'zimizga o'zimiz xizmat qilaylik. Niyatni to'g'ri qilaylik. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. O'sha katta, yoshi katta ayollarga kirmagan aql kelinlarga qattan kirsin. Yoshgina bo'lib keladi, oldinglarga muloyimgina bo'lib, bolam bo'tam qilib qo'linglarga olsanglar bo'ladi. O'sha kelin yoki bolam ikkalovi ham bitta og'izdan chiqadi. Videoni ko'ringlar. Shu videodan keyin men sizni to'g'ri tushunaman. Har xil yoshda, har xil pozitsiyada fikrlar o'zgarishi mumkin. Ya'ni bir xil kitobni har xil kayfiyatda, har xil yoshda o'qiganingizda, har xil tushunchaga ega bo'lganingiz kabi, hozir
bular qaynona pozitsiyasidalar. O'shaning uchun ham shunaqa fikrlayaptilar. Chunki oldilarida o'g'illari bor. Lekin qizlarni o'zi uzatib bo'ldiradi. Lekin agar o'zlari yosh kelinchak bo'lganlarida bunday fikrni umuman olib chiqmagan bo'lardilar. Va qaynonajonlar, qachongacha bizning jamiyatda ba'zi qaynonalar, hammasi emas, shunaqa toksik fikrlaydi kelinlar haqida. Nima uchun qilish kerak deyiladi. Bu qarang, ovqat qilish, uyni supurish, kirlarni yuvish, bu shunchaki tabiiy ehtiyojimiz, bizning har kungi ehtiyojimiz. Bu yerda qanaqadir gender, ayol yoki erkak qilishi degan narsa yo'q. Tushunolinglar, iltimos. Bu hozir bu genderali narsa emas. Bu ham siz erkak kishi ham och qoladi, ayol kishi ham och qoladi. Erkak yoki ayol qilishi bu nichivo va siz ham qaynona bo'lib turib ovqat qilishingiz bu nichivo strashno. O'zingizni qorningizga qo'yasiz. Nima uchun yangi kelinni podдержка qilish o'rniga ularga siqim qilinadi? Nima uchun bizning jamiyatda qiz bolaga hali ulg'aymasdan oldin ko'cha supurish, uy tozalash bu ehtiyoj. Bu yaxshi narsa, lekin aynan erga tegishdan keyingi holatlarni bizga o'rgatilib boriladi. Qachongacha bizning jamiyatda shu narsa takrorlanadi? Qaynonani qaynotani xizmatini qilish kerak deydi birov. Men unga aytaman, nima uchun qilmasligi kerak? Kelin 18 yil, 20 yil onasining uyida erkak bo'lib yashab keldi. Tayyor uy joyga. To'ppa-to'g'ri, nega kelin yangi uyga keladi, hamma narsa tayyor, sharoitli joylar, boquvchisi bor va u nega qaynota qaynonani xizmatini qilmasligi kerak? Albatta bu to'g'ri, mantiqiy fikrlaganda. Lekin yana bitta tarafi borda, u kelinlar shundoq ham qiladi xizmat. Lekin doim minnat qilinadi-da. Mana senga hamma narsani tayyor qilib qo'yganmiz, u qilib qo'yganmiz, bu qilib qo'yganmiz. Aslida kelinlar ayol kishi, erkak kishini mana bu yerda zimmiy bo'ladi-ku, to'g'rimi? Yana nega o'zbekchilikda empatiya degan narsa rivojlanmagan, shakllanmagan? Ya'ni empatiya nima? O'zini o'sha insonni o'rniga qo'yib ko'rish. Agar shu ayollarni o'zini qiziga kimdir qaynotasi xizmatlarini qildirib qulday ishlatsa yoki minnat qilsa, ajrashtirish payiga tushib qolishadi. Ha, sizniki farzand, boshqalarniki farzand emas, to'g'rimi? Inson qachon empat bo'lsa, o'sha boshqalarning dardini tanasida his qilib bo'lsa, undan keyin hamma narsa normallashadi va xulosalar yaxshi, to'g'ri yasaladi. Yana bitta narsa, men o'zimni onajonim, iloyim, siz o'g'lingizga ham, keliningizga ham hech qachon hech kimga xoruzor bo'lmang. O'zingiz tahoratingizni oling, o'zingiz namozlaringizni o'qing, kerak bo'lsa o'zingiz ishlaringizni qiling. Qo'limizdan kelgancha xizmatdamiz. Lekin qaysidir inson meni kimdir xizmatimni qilsin desa, yaratgan egam o'shani xoruzor qilib birovga muhtoj qilib qo'yadi, ya'ni. Qaynota bir kelin kuyovga emas, bu har bitta inson hech kimga zor qilib qo'ymagan Xudoyim deb duo qilish kerak. Zotan bizda kelinlar xizmat qilishadi, shundoq ham bu narsani sizlar shunaqa ko'p aylantiryapsizlarki, minnat qilaverib, yosh hali turmushga chiqmagan qizlarni ham qo'rqitib qo'yyapsizlar shunaqa qilib. Men borsam zulm ko'raman deb, chunki har bitta qiz bolani ota-onasi erkalatib katta qilishadi. Xuddi siz o'zingizni qizlaringizni katta qilgandek. Hayot, turmush faqat qaynota kelin, qaynona kelindan iborat emas. Gaplarim juda ham chalkashib ketdi, kam kitob o'qiganimiz uchun. Jumlalarni tushunarli va chiroyli qilib bera olmaymiz, chunki biz aktyor yoki aktrisa emasmiz. Sog' bo'linglar.